Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun bize G'oyg'uda ikkinchi etajda 3 xonali kvartiramiz sotib qo'yilgan ekan, shuni ko'rsatib o'tamiz. Chap tarafimizda yana zalimiz ham keng, pollar taqtatilgan, aynalar qo'yilgan, eshiklari qo'yilgan. Balkondan ega bu kvartiramiz. Ko'rib turganlaringizdek keng mo'l, kelib yashasam bo'ladi. Keyingi xonamiz spalnimiz bo'ladi do'stlar. Koronalar ishlar qo'yilgan, MDF taxta polatilingan. Registrlarni o'zingiz qo'yasiz do'stlar. Akvaplastik oynalar ham qo'yilgan. Ikkinchi xonamiz ham spalnimiz bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek tayyor holatda. Keyingisi kuxnyamiz bo'ladi. Fartiqlar urilgan, akvaplastik oynalar qo'yilgan. Sanuzelimiz ham tayyor holatda. Kafellar qo'yilib tayyor bo'lib turibdi. Do'stlar, sizlarga ko'rsatamizdan kvartiramiz tushadi. G'oyg'uda местоположениесі ikkinchi etajda 3 xonali kvartira. Puluna kelsak 395 million so'm. Do'stlar